Boboyevdan yaxshi hovli qidirib yurganlarga o'zligi uchun qurilgan 2015-yilda bitgan ideal bitta hovliga keldi. Faqatgina fasad kichkina, ichkari kengayib ketgan ekan. Qaranglar, juda ideal 2015 bitgan. O'zingiz uchun bitta remontga qaror olasizlar, atak kirib yashasa ham bo'ladi. 3,5 sotu, 5 ta xona, podvali bor. Yashil hududga ega ko'rib turganinglardek, o'tiradigan joyi bor va darvozaxonasi makrodan bir 300-400 metr kiriladi. Orqasida letniy kuxnya bor, ichkarida zimniy kuxnya bor. Hovli o'zligi uchun qurilgan, zo'r qurilgan ekan. Faqatgina to'g'ri burchi emas, ozgina kirdi chiqdi joyi bor. Bu katta minus emas, zato qurilish baquvvat bo'lgan. Letniy kuxnyamiz bor, foydalanilmas ekan. Burchakda sanuzel qilingan 3/5 podvali bor. Uylanishni bitta ko'ramiz, like va podpiska esdan chiqmasin, baho berib qo'yish esdan chiqmasin. Uyga kirganimizda kattagina koridor, o'ng qo'limizda oshxona, kattagina o'tiradigan joylargacha qilingan. Mebel texnikalar kelishilgan holatda qoladi. Ro'parasida shundoqqina kattagina zal, 6,5 ga 5 lik zal ekan. Ko'rib turibsizlar. O'zingiz uchun et-betiga qarab olsanglar bo'ladi. Va birinchi etajda общий sanuzel. Bu ham kattagina qilingan, vannalar qo'yilgan va burchakda oynasi koridorga qaragan yotoqxonamiz bor. Ikkinchi qavatni ko'ramiz, narxini video oxirida aytib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda kattagina bitta koridor. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Zalning tepasi yana bitta kattagina zal, bemalol yotoqxona qilib foydalansa bo'ladi. Ikkinchi qavatda turilmagan balkonchasi bor. Va bu yerda yana bitta yotoqxona qilingan ekan. Ikkinchi qavatdan hozirgi paytda umuman foydalanishmas ekan. Hop, sanuzel ham foydalanilmagan va bitta rodительskiy xona, hozircha garderob bo'lib turibdi. Ushbu ko'rgan hovlilar narxiga keladigan bo'lsa, $205,000 so'ralyapti. Ozgina o't beradigan joyi bor, katta summa o'tilmaydi. Pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar, salomat bo'lasizlar.